Shikoyatsiz 90 kun challenge'ning 5-kuni. Ertangi kun bugun kechqurun boshlanadi. Bir kun oldin ertaga nimalar qilishim kerakligini yozib qo'yish oldingi challenge'dan qolgan odat. Reja kelajakni taxmin qilish uchun emas, miya resurslarni tejash uchun kerak. Ko'p hollarda ishlar men istaganday bo'lmaydi. Ushbu challenge'dan maqsad esa rejalarim ish bermaganda ham nolinmaslikka o'rganish. Paydo bo'ladigan negativ fikrlarni pozitivga almashtirishga odatlanish. Masalan, qor yog'ib yo'llarda harakatlanish xavfli bo'lib qolgani uchun rejadagi safar qoldirildi. Lekin vaziyatdan unumli foydalanib, Nerjaveshmir kompaniyasi uchun qorli ob-havo bilan bog'liq bir nechta reklama videolarini tayyorladim. Bu esda qoladigan kunlardan biri bo'ldi. Negadir ushbu vlogni yozishdan oldin fikr kelishi qiyin bo'ldi. Lekin boshlaganimdan keyin tushundimki, paydo bo'lgan fikrlarni hammasini ushbu reelsga sig'dirib bo'lmaydi. Masalan, hozirgi zamon farzandlari orzu qilishni biladimi? Yoki ular nimani istashsa darrov muhayyo qilyapmizmi? Bu haqida keyingi reelsda fikr almashamiz. Sizni esa izohga taklif qilaman.